Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydolari, biz Abakan ayg'iri kanalimizga xush kelibsizlar. Biz o'z ish faoliyatlarimizni davom ettiryapmiz. Albatta bu musofir yurtlarda turib, bu yerlarda yashashlik o'zgacha bir mashaqqat, qiyinchiligi bo'lsa, undan tashqari yana bu hayvonlar bilan bu ochiqlikda, sovuqda, issiqda, bu jonivorlarni kechasi kunduzi issig'idan, sovuqdan qarab bular bilan mashg'ul bo'lib hayotni o'tkazishlik yana bir o'zgacha bir mashaqqatligi bor. Lekin alhamdulillah juda ham bir o'zgacha bir bundagi ichidagi barokatlar, bundagi kayfiyatlar, bundagi sharoitlar bular bilan birga vaqt o'tkazishlik juda ham bir chiroyli bo'ladi. Bizni mahallamizda Usmon aka degan akamiz bor. Bizni katta qilgan akalarimiz telefon qilib hol so'rab turadi. Ular yana bizga nima deydi, motivatsiya berib turadi, yangi tilda aytganda, shijoat berib turadi, bag'ishlab turadi. Dilmurod, albatta bu jonivorlar, bular oriydi, tuzaladi, semiradi, yana ozadi. Endi bularni shu bilan qiziqdi, shularga bir e'tibor berib qarab, shularni bir uddasidan o'tib qarashlik bilan bo'ladi deb bilasiz, biz yoshligimizdan parvoz bo'lganmiz deb, endi xo'rozlarga qiziqqan, hayvonlarga qiziqqan, otlarga qiziqqan inson juda ham men hurmat qilaman deb yana bizga telefonlar qilib motivatsiya berib turadi. Hozir men katta Tobunga keldim. Bu o'zimizning otlar. Bu otlarni o'tganda bilsanglar, o'tgangi video roligimizda, obzorimizda ularni qurtlarga qarshi ukol qilganmiz. Shundan beri kechasi kunduz bular bilan nimagaki bular bo'g'oz otlarga ham ukol qildik. O'tgan yillar ham qilganmiz, oldingi yillar ham qilganmiz. Ko'pchilik tavsiya qilmaydi, qilmanglar ukol deydi. Juda bir xavfli deydi, lekin biz doktorlar bilan shuni mutaxassislari bilan nima deydi, bir suhbatlashgan holatda, ular bilan maslahatlashgan holatda ukollar qildik, lekin alhamdulillah yaxshi. Hozir keldim, Xudo xolasa sekin video obzorimizni davom ettiramiz. Bizlarni kuzatinglar va juda ham bir o'zgacha bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi. Sababi biz ochiq poliyadamiz mana hozir. Bu yerdagi otlar, bu yerda 157, 56 bosh otimiz bor. Hozir ko'rasizlar. Bismillah, bu yerda mana sulton. Bu Mongol biyamiz. Mongol biyamiz o'sha oxirida sulton jonivordan to'xtab qolgan ekan. Shundan kechroq bo'lsa ham bizga bu yerda sultonni tug'ib berdi. Bu sulton mana jonivor. Hozir kelsam Abduvali aytadi, sultonni bolasini ko'rdingizmi hoji aka deydi. Juda ham o'zgardi deydi. Qora stakan tuyoq. Bu sultonni bolalarini ko'proq axsidagi ukalarimiz juda ham bir yaxshi biladi bu ot ta'rifini. Keyin bundagi tushgan urug', bundan tushgan bolalar 1,5 yashar, 2 yasharga o'tgandan keyin o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Mana Mesni Abakan biya, mana sultonni bolasi. Jonivor haqiqatdan mashalloh, mashalloh. Hamma yo'g'i kelgan jonivorni kelajagi oldida sultondan bizga shu yodgorlik qolgan. Adini Yodgor, Sulton Yodgor deb qo'yganman. Sulton Yodgor mana sekin-sekin katta bo'lib boryapti. Jonivor bu otasi shu poyez urib ketgan. Urib ketishidan 1 kun, 2 kun oldin shu ot to'xtatib qo'ygan ekan. O'lgandan keyin 11 oydan keyin shu ot tug'ilgan. Juda ham o'zgacha. Men juda ham hisob kitob qilganman kunlarigacha. Bu yangi olgan biyamiz. Bunda Vladimirskiy qon ko'proq. Buni baronga qo'yish maqsadida oldim, xudo xolasa. Bu biyani bu Farhod degan bir ukamdan oldim. Ukamiz ham shu otlar bilan ish qiladi. Mana bularda masalan kichkina mana Yodgor, Sulton Yodgordagi mahallada olganmiz. Kichkinaligida, qulunligida olganmiz. Bular kuskash tuyulisdan, rekord tuyulisdan mana aytadilar. Bularda sovetskiy tijolos ko'proq aralashgan. Ana bu yerda sigan biyamiz kelyapti. Bu chempion duyurini olganman. Buni ham shu kichkinaligida Intu degan ukamiz bor, Qozog'istonga ot tashiydi. Shu kelganda esinglarda bo'lsa, yana qaytarib qo'yay, Aydar rahmatlik. Rahmatli shu ikkita olib bergan, bittasini Klesh chaqib bo'lgan. Bittasini mana shunda mana bu birinchi bolasi, mana u naxotka 1,5 yosh bo'ldi, juda ham bir o'zgardi. Buni otasi Prins ayg'ir. Buni sotib oldik, Bishkekdan $10,000 olgandik. Buni qonidashi Yevropa qoni ham aralashdi. Bu yerda hozir bir chiroyli biyamiz kelyapti. Buni shu G'iyosiddin degan ukamizga sotganmiz. Mana Lyubani
Bu baronni qizi. Bular 1,5 yoshga chiqdi. O'zgarishi o'zgacha jonivorlar. Bu saltanat. Bu saltanat biyamiz. Buni ham mana shu kichkina mana kichkina qulunligida olganman. Bu sultonning qizlari mana. Mana shu sultonning qizlari. Mana arab biyamiz. Bu Marozov tuyridan kelgan. Bu Matilda. Bu jonivor yaxshi katta bo'ldi. Bil 4 yildan to'xtagan. Xudo xolasa 3 ga to'ladi bu. Bu 4 yillik qizi. Mana 4 yillik qizi. Bir yilgi qulun 7-8 oylik atrofidagi. Buni ati Madina. Madina deb qo'yib qo'yganman. Mana ko'ringlarchi, 4 yillik qiz. Jonivor. Yaxshi katta bo'lyapti, yaxshi o'sdi. Shuni biya qilishlik uchun nimagaki buni onasi juda ham bir yaxshi bola beradi. O'zi kichkina bo'lganiga qaramasdan bolani yaxshi beradi. Bu ham mana sultonning qizlaridan. Sultonning qizlaridan shu 4 tasini olganman. Jonivor bir otlarimiz yaxshi eti. Birinchi bu qing'ir qashqa ekan. Birinchi ukolni qildik, endi Alloh nasib qilsa yana 10 kundan keyin bu zahar urug'idan. Zahar biyamiz. Maşallah. Bu qing'ir qashqani qizi. Bu ham mana hozirgi aytgan prinsni qizlaridan. Shu o'zimizga shu 3 ta olib qo'yganmiz. 3 ta bor prins qizlaridan bu tabonning ichida. Qolganlarni aka-ukalarimiz so'raganlarga sotdik. O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga qilib. Bu yerda jonivorlar uxlashyapti. Bularga ham qoyil qolasiz. Ya'ni xurragam tortib qo'yishadi. Mana hozir qilib suv ichishdi hozir. Mana ko'h baytani urg'achi. Hali sotaman deganim. Mana tanijonlari sog' salomat maza qilib oyoq qo'lini cho'zib uxlashyapti jonivorlar. Ko'ringlarchi. Haj jonivor. Yaxshi katta ko'pdi mana. Bu otlar ham bilinmagan bilan bir pastga katta ko'tar ekan. Mo burul aziz berdik. Maşallah. Maşallah. Bular 1,5 yosh o'tqasidan. Bu haligi Farhod berdigan ukamizniki. Nazirjonnik. Mana Abdullajon, mana o'sha ona bolani olgan ukamiz biyasi bo'lish kerak. Mana bunalar Konerdi bolalaridan. Bularda olib kelib qo'yib yubordik, endi qo'yib yuborganimizdan keyin o'zgarishni boshladi. Mana Muhammad Qodir olganmiz, akaram akanash Konerda qilgan ayg'irini toylaridan mana jonivorlar. Bu yilgi toylar. Qani bularni ko'ramiz kelajagini. Maşallah. Juda ham zo'r o'zgacha. Ular 1,5 yoshlar. Ularda qulunligida o'tgan 20 ta yiqqanman, shu kelajakda biya qilishlik uchun. Ularda har qayerdan, har xil uylardan 93 ta bolasi ekan. Uylardan yiqqanman, lekin Allohga shukr. Juda ham bir noto'g'ri qilmagan ekanman. Endi sabr qilinadi. Bu naslda sabr qilinmasa, bu Aleksandr biyamiz ekan. Ma ko'hbed ekan. Bular Karoldan to'xtagan xudo xolisi kelasiz. Bitta sabr qilmasangiz yutqizasiz. Rasa boshida biz ham qiziqib, shashilib ketib sotib olgan narsalarimiz bo'ldi. Yaxshi narsalardi. Bu katta emayapti, o'smayapti deb shap-shap sotib olib, keyin pant yedik. Bu Marozov tuyridan olganmiz. 1,5 yosh bo'ldi. Qora beshdan. Bu Kuskashtikidan, bu Olimjonlik. 11-reys karavon qachon chiqadi desak, akalar, ukalar, 11-karavonimiz to'lsa, yo'llarimiz sog' salomat bo'lsa, yo'llarimiz tinch bo'lib tursa, davlatlarning o'rtasidagi muomalalar, postlarimiz ochiq bo'lsa, yana keyin inshaalloh yo'lga chiqadi. Ungachalikka to'lib boryapti, mashinalarimiz to'lib boryapti. Aka-ukalarimiz pullarini to'lab boryapti. Bu rekord turdan. 16 yosh. Buni Karolga qo'yishlik uchun kelganmiz. Shuning uchun biz ko'p aka-ukalarimizga aytyapmiz, akalar, bizdan savdo qilayotganda shashilmasdan, ertangi kuninglarni ham hisob-kitobini qilib, kelgandan keyin bir narsani olinglar. Nimagaki bular jonivor. Bularni sotib olganinglardan keyin baraka qilib, bizga omonat bo'lib qoladi, keyin biz sotib olmay qolamiz. Mana kechagina olib kelib qo'yib yubordik. Mo yurib turgan hayvon boshqa bo'lar ekan. Mol-muti, qo'y-muti, ot-muti. Bu bir yerda turgandan ko'ra, mo yurib tursa jonivorlar. Sovuq. Hozir mana sovuq harorati, havo harorati 20 gradus sovuq bo'lyapti bu yerda. Achitib sovuq bo'lyapti. Kechagilar 5-6 gradus plyusvoy temperatura bo'lib ketdi. Birdan mana yana havo sovidi. Baribir yanvar, fevral
Bu yerda sovuq bo'ladi. Mart, aprel qo'yib yuboradi. Qo'yib yuborgan bilan mana shunda ham sovuq bilinarli bo'lib turadi. Uni bizni O'rta Osiyoda havodaqa isib ketmaydi. Lekin bular bizga borib qolsa bu otlariylar. Bizda baribir o'zgacha o'zgaradi. Bu yerdan ko'ra o'zgarishi ancha yaxshi bo'ladi. Issiqda hamma narsa amallaydi. Masalan, uylarga yetkazib olib olsanglar, olgan narsalaringlarni, omonatlaringlarni yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shoshilinglar. Bir narsani oldinglarmi akalar? Masalan, shu toyni 100 mingga, 150 mingga oldinglarmi? Buni pulini biz yo'l qo'yib beryapmizmi 2 oy, 3 oyga? Shu 2-3 oyda to'layman demasdan, ora kunda 10 ming mitr, 20 ming mitr, 5 ming mitr, 30 ming mitr kartaga solib to'lab, aka mana pulimni to'lab oldim. Ma yo'l kirasini qancha 50 ming to'lab oldim deylar. U yog'igina yem cho'plari hamma yo'g'i bizni bo'ynimizdan olib borib yetkazib olib borib bergungachalikka biz qarab beramiz. Yurib turgan hayvon baribir boshqa bo'lar ekan. Mana bu rekord. Buni atini ham rekord qilib qo'ydim. O'sha Bekturga bergan rekordda sinisi bo'ladi. Qarindoshi. Ya'ni shu onasi bir, otasi boshqa bo'lish kerak. Maşallah. Bu G'iyosiddiniki ekan. Mana biya. Bu biya o'zimizniki ekan. Endi o tepalarga chiqqan mashinam naryada qolgan zabat bo'lgan bo'yicha. Sovuqlik uchun o'chirmadim. Mashinamni tegish qo'ymasdi deb chaq tomonga yuribman yana qaytib. Ana atroflarimiz otlar. Ba'zi bir akalarimiz baraka qilib turib, birdan misol 150 ming olsa, 50 ming yo'lga olsa 200 ming bir tasha berib qo'yapti. Bo'ldi, ularni yem cho'pi ham, ukoli ham hamma yo'g'i bizni bo'ynimizda bo'lyapti. Yo'q hojiga men 150 ming, 200 ming to'lab boraman. Desa yo'q, biz yo'l kirasini pulini bermay, og'ayni o'sha ot pulini bering, yem cho'piga 8 mingdan bering, bog' beramiz deyapti. Turib tursin deganlarga. Yo'l kirasini ham berib qo'yarsa, berib qo'yapti uni ham pulini birarga akalarimiz. Bu tomonda men Tojikistonga ona bola sotilgan Abdullajonlik. Mana ikki omonat. Ma baytlar deydi uyg'ash. Ma bies. Xudo xolasa inshaalloh bu jonivor to'xtagan. Alloh yer bersa Niko degan ayg'idan chiqadimni bola. Inshaalloh. Mana ikki omonat. Bu tomonda e'tibor bersanglar o't olib ketyapti. 36 ta rulon. Nariga qo'ralarga, toylarga. Amakan ayg'irxonasiga ketyapti. Maşallah. Bu o'zimiz eski bir yerlarda aql tekinsi berib qo'yamiz. Buni qoni anglican qoni bor. Bu ham bolani keltiradi, lekin yaxshi beradi. Canavar. Mana ularni olib kelib qo'yib yubordik. Bu rekasha Connor'ni bolalar ikkalasi. Sotiladigan toylar ham bir oydan keyin ular reklamaga chiqaramiz. Sal o'ziga kelsa. Nima deydi? Hali onangni otangga bepardoz ko'rsatma deydi. Endi qozonda borib cho'milcha chiqadi. Xudosi bilan ishonchlilik uchun olganmiz ular inshaalloh. Shuning uchun dogovor qilayotganda biz baraka qilayotganda aytyapmiz. Buni 50 ming, 100 ming berib qo'yib, 50 ming, 100 mingni keyin bermay yo'qolib ketadigan bo'lsanglar, bularni biz qaraymiz, netamiz. Aynigan, kuygan deb aytyapmiz. Bo'ldi hozirga deyilyapti. Hech bir insonni biz xudo xolasa kuydirishni xohlamaymiz, inshaalloh kuydirmaymiz. Biz ham inshaalloh kuydirmaslikka harakatini qilinglar akalar. Olgan otlaringlarni olishdan oldin yaxshilab hisob-kitoblarni qilib, endi baraka qilinglar. Xudosi hakasiyani otlari ishonchli. Mana o'zi 2 yildan beri sotayotgan bo'lsak, o'zi ancha narsani ko'rdik. Xatolarimizni to'g'rilashdi. Anchasini to'g'riladik. Borgan otlarda shu kungachalikka 440 ta biz shu O'rta Osiyoga toylarda otlar yetkazib olib bergan bo'lsak, deyarli 99% odam bizdan rozi. Ya'ni ba'zi ichida bitikda 5 qo'l barobar emas bo'ladi. Biz ham insonmiz. Lekin xudo xolasa o'sha ukalarimizga ham o'sha inshaalloh keyingi safarga undan ham zo'rlarini qilib beramiz. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Biz sizlarga har doimgidek assalomu alaykum deymiz. Ro'zalarda, tarovihlarda bizlarni ham eslab duoda, iftorliklarda, saharliklarda ota-onamiz haqqiga, bizni haqqimizga shu yerda ishlayotgan aka-ukalarimiz haqqiga duolaringlarni ayamanglar.